Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Quvonch Uz. Videoni boshlashdan oldin kanalimga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugun bizda qishlog'imni obzor qilaman. 1 2 3 bo'lmasa kettu. Mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, o'zingchi? Ha, men ham yaxshi. Shu menga bironta uy bera olmaysizmi? Mashatlardan bo'lishi kerak-da. Masalan, mana bu uy, katta binoning oldidagi uy. Bera olasizmi? Ha, buning uchun sen menga 64 ta izborot berishing kerak. Ha. 64 ta izborot. Hozir olib kelsam bo'ladimi? Keyin uyda nomini o'tkazib berasizmi? Rasmiylashtirib, biz daftarchalab olamiz-da. Mesela hozir 64 ta izborot olib kelib beraman. Do'stlar, hozir biz mana bu uyni olmoqchimiz. Mana bu. Uyda ichi ideal bo'lsa kerak. Ha, yaxshi. Olmasa biz uyimizga ketdik. Hozir olib kelib berishimiz kerak. Mana bu yerda bank bor. Bankdan ozgina kredit olib turamiz. Salom qishloqi, menga 64 ta izborot kreditga berib tura olmaysanmi? Necha oyda qaytarasan? Shu bir oylarda qaytarsam kerak. Mayli, sandiqdan olaver. Mayli, bu sandiqdanmi? Yo'q. Mana o'zi. Tushing. Olib bo'lmayapti, sandiqdan tushing. Bizga menimcha 10 ta yetsa kerak. 64 ta 8 ta. Biron qo'yib 8 tani qo'ymayman. Ketdiga olmasa merni oldiga, merga sandig'iga qo'yib qo'yamiz. Bersa kerak mer. Mer, mana olib keldim. Mana oldingizga tashlab qo'yaman, sandig'iga solib qo'yaman. Sandiqqa solib qo'yaver. Mayli, mana qo'yib qo'yapman. Qanaqa berasiz endi hujjatlarni? 6 kunda beraman, 6 kundan keyinki. 6 kun kutamizmi? 6 kungacha men videoni o'chirib turaman. Mana turib oldim. Endi bugun mer bizga hujjatlarni berish kerak. Mer, 6 kun o'tdi. Menga hujjatlarni bering. Mana. Keldim 6 kun o'tib. Mana, endi bering. Hozir beraman. Mana ol. Ana, uyda hujjatlarni ham oldik. Rahmat, mer. Arzimaydi. Uyga keldik. Uy mazza, kompyuterlargacha bor ekan, lekin juda noqulay bo'lyapti. O'tirgan stol yo'q ekan. Mana qo'ygan 8 ta kuchaytirilgan olmalar ekan. Qilishlarni so'qaman. Videoning ikkinchi qismida qishlog'imizga boy keladi. Boyni qanaqa bo'lsa ham boyliklarni o'marishimiz kerak.
Ikkinchi qismi esa 500 ta shu videoga 500 ta like yig'ilsa, ikkinchi qismi bo'ladi. Qishlog'imizda yangi do'kon ochganman. Bu yerni tepasiga umuman chiqib ko'rmagandim. Qo'riqchilar bor edi har doim. Bugun qo'riqchilar ketibdi, qani bir kirib chiqib ko'raychi. Nima bor ekan? Mashitdan o'chirish ekanda hamma qishloqda suyitlarni. Mashitdan o'chirsa, mashitdan o'chirilaganda. Yangi joy mashit ekanda. Lekin bu bankam yaxshi chiqqan. Mana do'kon ovqat. Hozir militsiyalar kelib qolmasin. Shunchalik izmoritga ovqat berishadi. Meniki izmoritni tashlasak, ularni olishadi. Keyin biz manikidan o'zimizga ovqatlar olishimiz mumkin. Mana meni огородim bitta chopmaganimga ancha bo'ldi. Yaqinda meniki katta archa qo'ydiribdi mana. Garchantayda qanaqadir creeperlar bor ekan, creeper. Garchantayda creeperlarni ham yo'qotishni so'raymiz merdan. Chunki bu creeperlar balki archani portlatib yuborishi mumkin. Biz esa uyimizga ketdik. Men esa daraxt chopgani boraman. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. Bo'lmasa, ikkinchi qism uchun 500 ta like yig'ishimiz kerak. Like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Xayr hammaga do'stlar. Sizlar bilan Quvonch Uz. Keyingi qismda kutib qolaman.